Assalamu alaykum, tordaşlar, yaxşımısızlar? Bugün yeni bir qatımlıq naq meydan qılıb qaldığım boldum. Bir azraq bir nəsi sözləşik doğru gəlib qaldı. Mən abaytı naq meydandan keyin messengerimə bir uçur gəlib qapdı. Uçurda mındaq deyilgan. 2019 yılı 5. ayının 13. günü meni birisi izleyen bu Amerika qitəsidəki məlum bir dövlətdən bir ayal izləb meni yoldaşım lagerdə de onundan türməyə 11 yıllıq kesib etibdi. Şunun üçün oturdu mağadagan birisi barkən $20,000 bəsən açıq berimiz dedi. Siz necə qandaq oylaysınız? Dep aşındaq bir sual qoyub qoyubdu ki. O vaqtida mən manda degandim. Bu 2019 5. ayının 13-cüdəki gap. Mən degandim, siz o'shaning ishinamsiz, yo'ldoshingizni rost açıq bera alamdi. Kim açıq berdi desam, yo'q siz so'ramay qo'ying, dedi. Anandan yana bir 2 oy o'tgan chog'da yana bir xat yozib ekandik. O xatda Aşağıdaki ahalla komitida ishlaydigan birisining tuqquni, mushu men turgan yerda bor. Shu menga berdigan bo'ldi o'ttirda $30,000 deydi, lekin $20,000 bera alayman. $10,000 keyin berdiganga deyishyapman degandi. Siz ashuni ishinamsiz deb yana o'xshash yezibdim men. Anandan keyin men shunda bir ishi Bultur 8. ayda yana gaqigandi. Qanda bo'ldi demidingizg'u deb o'zingizning gap qilishini saqladim singlim dedim. Keynidan hozirgacha gap yo'q, lekin pulni berib bo'ldim dedi. Bu da'voning ichidagi bir site degandi. Bizning mush tarafdagi bir tashkilotning ichidagi bir aylandi deb. Anandan keyin mana bugungi kunlikda gaqibdi. Zumratda deganimiz to'g'ri kelib, arliqda bir mo'j gaplar bordi, ovozliq gaplar. Deganimiz to'g'ri kelib, ras aldandim. Hamda bu hozir $20,000 siz menga hujjating bormi, isboting bormi deb turib oldi, lekin ovozlari bordi deb ovozlarini evatib bergan bo'lsam, siz o'tirg'i aralashsangiz bo'lamdi, yepiq shaklda to'g'ri chiqamay mush telefon nomerini sizga yo'llab qo'ydim. Shu telefonga urib, men bildim deb o'tirg'i aralashgan bo'lsangiz deb bir muncha daston yezibdi. Anadaki men mundaq deb javob qaytardim. Yo'q, o'zingizning, pulmi o'zingizning, siz o'tirg'i chiqing, men to'g'ri chiqiray dedim. Bundaq ahvol Amerikadagi bir aylanda shundaq bo'lgan. Amerikadagi bir oilami shundaq bir turmadan chiqib qo'yish, u bu deb. Buningda yana birsi bor. Buningda munda deyilgan tahi. Sizlarning uydagilarningki ishini Guanbudan boshqarib o'tibdi. Guanbudan bo'lgandan keyin yana $30,000 qo'shishingiz kerak ekan. Guanbudagilar shunda dedi, debdi. Men bu qizdan so'ragandim. Sizning eringiz biror ish qilganmidi desam, yo'q, dedi. Turkiya orqali qaytgan, lekin men mishaga kelaladim. Turkiya orqali qaytgandi. Biz oila jamlash u bo'lamagan, men keladigan bolalar bilan shuni Turkiya orqali uylarni sotamiz deb ketgandi. Shundaq ahvolda. Eringiz nima ish qilgan desam, boshqa hech qanday ish yo'q. Men ya namoyishga qatnashmayman. Nayt chat yer turman degandi. Men bu qizga degandim. Guanbu aralashqida kimdi sizning eringiz? O'ylab baxmadingizmi? Sizni shu pul tepishning bir quroli qilyapti deb desam, yo'q, siz sizning bo'lmaganki siz ishingiz og'irmidi degandi. Men bu gapga kulay desam yana, yig'lay desam yana, shunala o'zingizning ishi, pulni bermasangiz bo'pti singlim desam, ashtaq degan, meni sizning eringiz bo'lmagandan keyin shuningga mening qalbim tushunmaysiz deganda, hozir hamda $20,000 elish bergan bo'lsangiz deydim. Men yo'q, bu pulmi sizning, erimi sizning, siz o'tirg'i chiqing, men anandan keyin aralishay dedim.
O'ylab beqinglar, Guanbudan aralashidi deb turib, belə pul tepishning bir usuli bo'lib qapti. Bu da'voning ichida talay bo'g'i bu da ish. Davamlıq ba bu ish. Guanbuning mas'ulga seninki eringning ishiga, sening adang bilan nimenanki yaznan bilan adangning ishiga Guanbu aralashidika, bizning tilimiz batmaydika deb qo'yib, belə baho bo'pti hozir. Bu bir poychak bozoriga o'xshash. Bu nimening lager vaqasi, anadikin turmadikilar, hammasi bir xil kozur, pul tepishning bir usuli bo'lib qapti. Ma ovozni anglabchi, bir xil shunda bir xil biyaram bo'ldim. Men o'tirg'i kirdikanman. $20,000 deb. Men sizning nimangiz dedim. Siz pulni siz o'zingiz bergan tursangiz, ovoz borkan, lekin hujjat yo'q-ku. Ovoz bo'lgandan shuni to'g'ri qo'yib versangiz bo'ladi, o'zingizning Facebook'ga qo'ying. Men ham bahirlay dedim. Mushundaq ishlar shunda jiqqa hozir. O'ylab beqinglar. Sizlar o'zingizlarning tuqqanlarini Guanbuda bir tutish buyrug'i chiqarilgan bir eringizni Guanbuda bir tutish buyrug'i chiqarilganmi desam, yo'q deydi. Nima ish qilgan desam, Turkiyaga borgan, Turkiyada sodimiz vardı, ondan öyni satqılı ketken dedi. O Turkiyada sodimiz var, bir normal bir iş, kiyim kiyecek sodası kıvatkan bir erni. Qandaqsı ki bu Guanbu'dan mesul buldu sizlerinin işinlağa, talay adamlar türmedi yetivatıdı. Nimiş ki şunda dava bir teşkilatının işçideki məlum palanç dedi. Şu palançının resmini çıkarıp götürüp durup siz. Çıkarın emse dedim ben. $20,000 epto sizden. Hazırgıç emdi kopup yağsın, ispatın var mı devatıdı deydi. Avazı batı deydi. O yani yepik şekilde el kılım deysi. Yepik şekilde bolsanız mı, ben abaytın bir müce geplerini kaldırıp koydum. Bu nesini ben doğru deymen, lekin isminiz deymemezsem meyli dedi. Oylap bakın, özünüzün tukunu, sizin eriniz kandaksı Guanbu bilen münasibeti oldu. Hazır her kandak Uygurlarınki aldaş üçün, Guanbu seninki erin Guanbu bilen münasibeti varken Guanbu'dan belgeleme var dep şu Amerika kıtasındaki bir devletdeki ayalını şunda dep kolduruldu tuttu. Sıra teşkilatını nimege açtınlar? Uygur'nınki davasını anlatışkı mayakta qarıp koysun. Nayni qıvatsızlar. Lekin emde bu Lager'nınki davasını qılımız degenler tınlar. Lager'nın davasını qılımız degenler haqdan pul öndürüş nemesiga yo'liga kirdinglarmi endi? Nemish ki bunda qilsizlar? Men hayron qoldim. $20,000 apsa. Ap bo'lib isboting bormi deb. Ovozingni angladim o. Menimcha qaytirib qara. 2 yil bo'pti mana. 2 yilning yağı koldirilib. Ayliq shirchida Amragul deb birsi orqali depsa sening men tunayting shuningga bergin deb. Aşularning ovozlarini evatib qo'yibdi. Nemish qilsizlar bunda qilib? Bu odatki bir oilaningki ishi qandaqsi Guanbu bilan munosabatlik bo'ladi. Undaqda sen $20,000 apsa $50,000 bo'lsa bo'ladi deb. $50,000 olsa kim chiqarib berdi sen Guanbuda kim bor sen tunaydigan? Qeyrindaşlarım, azraq sual qo'yib beqinglar. Bu sizlarning tuquninglar. O'zining eri o'g'ilichi o'zingiz o'tirg'i chiqing dedim. Men har qanday odamni mushta ziyankash uchiruvchini o'zingiz chiqing. O'zingiz o'tirdi cho'qqin mazmut turishingiz kerak. Mush ayolg'imi dedim. Ikki qizingizni agashtirib chiqing dedim. Chiqing. Ishini oldiga berib namoyish qiling dedim men. Og'inimi borka, Guanbu deb qo'rqatma haqni. Nima ish qilib qilsizlar? Mesela Kanada'dak, Amerika'dak yerde yaşayotgan odamlarningki nima uchun qonunni eng anglasizlarning yetilmaydi? Aşı gaplarga ishonamsizlar? $20,000 az pul emas. Az pul emas. Qochib ketibdi-ki ash xotinmi? Qochib topgan pullarimni deydi. Başka milletlerinin içinde mi barmiki bilmeymen. Bizninkilerde acayip bir iş var. Özünkini özü koyuş.
Xitoy qo'ymadi ma ishni. Chet elda Xitoy qo'yatmaydi Uyg'urni. Uyg'urni qo'yatadi. O'ylab beqinglar. Guanbuni bir dastak qilib oldi ekansizlar. Guanbuninki shunchalik pulga ijir qilib ketibdimi? Sen bir odamninki shu 50 ming dollarga ijir qilib ketibdimi Guanbudan? Sen Guanbu bilan shunda aloqang bor ekan. Hayron qolarlik tema bu. Agar aqlushingiz joyida bo'lsa, savol qo'yib baqsangiz mamdusinglar desam, mush pulmi yo'q hozir, erimning ovozi yo'q, hadisi beribdi-ki, erim bilan ko'rashgili deydi. O'ylab beqinglar. Ozroq savol qo'yib baqayli, bu bir tijoratga aylanibdi. Gap qilmay deyman. Gap qilmay desangiz, bo'shtaq ishlar bor. Taqa rost gap qilsangiz pitni bo'ladi. Gap eg'ir gap ketadi o'taxe. Undaqda siz qanday qilasiz undaqda xinem desam, siz aralashib baqsangiz, telefon nomerini qo'yib qo'ysam, men urmayman, haqqan men imdab urmay pulning egisiz. Sizningki, siz ayni vaqtda degan erimga ichingiz og'rimaydigan o'xshaydi deydi. Men sizning eringizga ichim og'rish emas, sizga ichim og'riyotdi. 20 ming dollarni siz akappa debdi. Kart urmasliging kerak debdi. Ha debdi, beribdi. Lekin ovozi baka, ovozim shunchalik mujmal ovoz. O mujmal ovoz bilan siz isbot bo'lish kerak qonun deganda, yo bir kartga urgan bo'lsangiz, kartning bir qog'ozi bo'lish kerak. Oshining bilan tutisha olasiz, qaq bilan. Iqtisod bilan tutisha olasiz dedim. Og'zingizdagi gap bilan tutisha olmaysiz, singlim dedim. Hozir gap qilsa qarg'a tiqib yetibdi ayolni. Bu Amerikada mı bor bo'ldi mushtaq ish? Talay bor. Az Türkiye'de mi bor? Bir xonimninki. Hayran qalarqidliq. Sizlar bir-biringlar men bugun mushuni to'g'ri deyish orqali uning oldidami men deb keldim. Mushundaq bo'lyotdi, diqqat qilinglar deb. Bu pulni bir doda 20 ming dollarni beribdi-ki. Sizlarning deydigan gapinglar o'xshashgan. Masalan, shu Guanbuda yo Beijing boshqurdi, yo Oya boshqurdi, Maya boshqurdi. Bu chet elda turib sen Guanbudagilar bilan udul paranglasha olayotgansa, vatandan kelgan uchur deb qo'y, yana bir so'zlaydi. Shu meni bervatamdan sizlarga. Ajab bir uchur bilalaydigansiz, ajab Guanbu bilan bevosita paranglasha olayotgansizlar. Savol qo'yib baqsanglar bo'lmamdi, qarindoshlarim. Agar o'zingiz chiqmasangiz boshqa odam sizga yordam qilolmaydi dedim ash qizchaqqa. Ikki qizingizni elib chiqing o'tirga. Nomus qilmasa. O'ylab baqdinglarmi? Hozirgi vaqtda hech qanday uchur yo'q degan holatda qanday odamni oldiya olaydi? Bularmi shu sizlarning hissiyotinglardan foydalanadi dedim. Ming yerdan to'kilib turib, men Xitoy oshxonalarida qochib turib topgan pullarim deydi. Men nima deyishimni bilmayman, lekin men aralashmayman dedim. Siz chiqiring, men anotga ambakilay. O'zingiz qopmasangiz kim sizga yordam qila oladi? O'ylab baqmamsiz. Uning ustiga yo'ldoshining bir puti ojizkan to'q. O'ylab beqinglar qarindoshlar. Mushtaq ahvol. Agar yana shundaqlar bor bo'lsa, o'zinglar cho'qim ega chiqinglar. Agarda sizning urug' tuqqanlaringiz qandaqsi Guanbu bilan munosabatlik bir ishlarni qilib qolmagan bo'lsa, yo bir g'ayriy bir ishlarni qilib qolmagan bo'lsa, tutish buyrug'i chiqarilmagan bo'lsa, qandaq odamga tutish buyrug'i chiqarildi, qarab beqing. Undaq ahvol bo'lmasa, qandaqsi Guanbu sizga 50 ming dollarga ehtiyoji qoladi? Savol qo'yib beqing, javobini balkim o'zingiz izlab topa olasiz. Odam o'zining-chi, mushu kallasini ishiltishnimi charchash his qilgan o'xshaydi dedim. Mushu ayolga shunda deb ketdim. 2019dagi gap. 2019 5-oyning 13-chi men bilan aloqalashgan ayol demush. Mana hozirgacha menda bo'libdi. 2 yildan oshdi degan gap. 2 yildan o'sha vaqtda men 20 ming dollarni berib, yana 30 ming dollar, undan keyin 10 ming dollar nim qilgan chaqdimi tep beramagandim. Hozir 50 ming dollar deydi. Bu yil baho boshqacha sal o'rlab ketdi. Bunda ishni qiladigan odamlarmi jiq chidimisingiz bo'pti, hamsi bu pul kuyib ketdi juma, bu pul kuyib ketdi juma debdi tixi.
Yaxşı o'ylab beqinglar qarindoshlarım. Endi qallangizni ishlating deganim, o'zingizning ishi bu. Eringiz sizningki, pul sizningki. Agar ichingiz ochiq bo'lsa, shu pulga ichingiz echsa, o'tirg'i chiqing xonim. Anandiki men arlishay. Men siz chiqing, men ambahillayman. O elqichiq odamlar bor. Voy menda qilib bering deydi. Onadiki keyinda yenib oladi. Anadiki o Facebook'daki narsalarni yuvitishga majbur bo'lgan ahvollarni jiq ishlar bo'ldi. Shuning uchun jiq ishlarga aralashmayman. Her vaqtda o'zingizning mash o'ng qo'l tarafiga, mash sol yurib tarafingizga maydangizga qo'yib, tuqqan meningdi. Men qanday qilishim kerak deganni o'ylashmoqsiz, iqtisoddan tuta olaysiz. 20 ming dollarni bergan odam 20 ming dollarni qochib, uni qilib, buni qilib, yundi purushchilik qilib, sanglab topgan pulingiz bo'lsa, shuningga ichingiz og'risa, o'zingiz o'rningizdan tura olaysiz. Rahmat sizlarga.